Hello World, bu bmbox.com va Samsung Galaxy S7 Edge. Bu telefon to'g'risida internetda videolar juda ham ko'p. Lekin men harakat qilaman bu videoni boshqalardan farqli bo'lishiga. Lekin ogohlantirib qo'yishim kerak. Hamma so'zlarni, ayniqsa texnik terminlarni o'zbek tilida aytmayman. Chunki ko'pchilik eshitmagan, o'rganmagan, boshqacha tuyulishi mumkin. Ketdik. Xo'sh, bilasizlar, menimcha bu telefondan hamma xursand. Chunki oldingi S6 Edge ga qaraganda bu ancha kuchli, akkumulyatori katta, o'zi ham kattaroq, lekin yupqaroq, chetlari o'tkirmas, kamerasi ham ancha yaxshi. Undan tashqari bu suvga ham kalla tashlashi mumkin. S7 Edge hozircha sotuvda bor telefonlar orasida eng yaxshi telefonlardan bittasi. Lekin shunga qaramasdan men bu telefonni tanishtirishni kichkina kamchiliklardan boshlamoqchiman. Birinchi bo'lib, unda barmoq izlari qolishi. Shu videoni olish uchun telefonni necha marta artib tozalaganimni sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Shu paytgacha ishlatgan telefonlarim orasida eng silliq, sirpanchiq, eng yaltiroq telefon shu. Bundan tashqari, kameraning korpusdan bo'rtib chiqib turishi hali ham sezilarli. To'g'ri, S6 ning kamerasiga qaraganda ancha kichkina, telefon o'rtasida joylashgan. Bu yaxshi, lekin kimdir uni stol ustida telefonni chetlarini bosib ishlatsa, telefon yo'dan-bu-yoqqa sakraydi. Keyin aytgancha, televizorni boshqarish uchun infrared endi yo'q. Menimcha uni qo'yish eslardan chiqqan yoki hammaning uyida faqat Smart TV bor deb o'ylashgan. Undan tashqari USB Type-C bo'lsa yaxshi bo'lardi. Keyingi g'alati ko'ringan narsa bu application menu. Papkalar, programmalar nima bo'yicha taxlanganligini boshida tushunmadim. Tepada alfabet bo'yicha taxlash degan funksiya bor. Endi tartib bo'yicha turibdi, to'g'rimi? Lekin endi Play Store'dan nimadir olaman desam, o'zini harfiga mos joyga emas, listning oxiriga borib tushadi. Nega Samsung? Yana bitta faktorni aytib o'tishim kerak. Bu telefonni 4 kundan beri ishlatayotgan bo'lsam, shu 4 kun ichida titrashlarni, ya'ni laglarni sezdim. Lekin men ishonaman, shu kunlarda update bilan bu kamchilik yo'qolib ketadi. Bilasizlarmi? Telefonni yoqtirmaslik uchun kichkina sabablardan ko'p bo'lishi mumkin. Lekin uni yoqtirib qolish uchun bittagina sabab yetarli. Bu menimcha dizayn. Bu Gorilla Glass 4 va metalldan bo'lgan sendvichni ko'rgan odamni ishtahasi ochilib ketadi. Osiyoda u Exynos 8890, 4 GB RAM, 32 GB ROM, 5.5 zoomli Super AMOLED Quad HD display, simsiz zarar oladigan 3600 mAh akkumulyator, fingerprint, waterproof, dual SIM va hokazo. Yana wow deyishga arziydigan joyi bu undagi yangi kamera. Menimcha telefonlar kamerasining ichida eng zo'ri shunda. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, o'tgan yil 16 megapiksel edi, bunda 12 ekan deb. Lekin bu unchalik qo'rqinchli emas. Chunki kamerada piksellardan boshqa faktorlarni ham hisobga olish kerak. Masalan, kamera sensori, optikasi, programmasi. Keyin menga o'xshab qo'li qaltirab rasmga oladiganlar uchun OS oldingidan ham ancha yaxshilashgan. Piksellar endi katta. Demak, kechqurun endi rasmga yaxshi olish kerak. Auto modda olingan rasmlarni ko'rsanglar, menimcha yaxshi baholasa bo'ladi. Ayniqsa 1.7 tali aperturasi bilan obyektga yaqin borib, zo'r rasmga olish mumkin. Fokus qilish tezligiga gap yo'q. Ketdi. Videoga olishi hayron qoldirdi. Ultra HD 30 fps, Full HD 60 fps da qiynalmasdan olar ekan. No. Ring. Selfie. Men buni selfie emas, gruppi degan bo'lardim, chunki kamerani ko'rish burchagi ancha keng. Batareyka. Men bunga 5- baho qo'ygan bo'lardim, chunki zarar olganida ozgina qiziyotgan. Lekin mayli. Ertalabdan kechgacha Wi-Fi, Bluetooth, NFC yoqilgan edi, soatga ham ulangan edi, rasmga ham ko'p oldim, lekin zarati bemalol yetdi menga. Aytgancha, o'zini qutisidagi USB on the go adapteri xursand qildi. Keyin o'zi bilan kelgan naushnigi, adashmasam o'zbekchasi quloqchin. Ko'rinishidan zo'rga o'xshadi, lekin ochib eshitib qo'yganimda taassurotim eshitsa bo'ladi, lekin wow demayman. Xo'sh, sizda S6 Edge bo'lsa, shuni S7 ga almashtirish to'g'rimi degan savol bo'lishi mumkin. Menimcha almashtirish kerak, arziydi. Chunki S7 da juda ham kuchli protsessor, juda ham katta akkumulyator, zo'r displey, juda ham zo'r kamera bor. Hozircha shu.
Ko'rganingiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like, subscribe, yoqmagan bo'lsa komment. Ko'rishguncha. Ma kiyimim kir bo'lib qolibdi. Ha, bo'pti. Kiri ko'rinmayapti-da.